Assalomu alaykum, xayrli kun. Mana hurmatli kanalimiz a'zolari, aytganimdek, bu kemelarim mana tikka quyoshda, shu yerga soat 4-5 gacha quyosh tushadi. Mana tikka quyoshda turibdi va mana geralarimni ham, sartoy geralarim mana shu. Bu o'zi qalamchi edi. Ikkita Emmanuel sorti, Xalubvini detkasi, mana yana qaysidir sort. Yoniga qalamchasi bor. Mana qarang, kesgan joyimdan, mana kesgan joyimdan уже 3 ta shox bergan. Mana bu yog'ida ham mana shu yog'idan shox beryapti. Mana teglaridan ham kesganimdan keyin уже ko'karishni boshlagan. Shuning uchun hozir yoshartirishi ayni payti. Mana shunaqa qilib огородimga mana Denastidaji mana bu ham ko'radigan bo'lsanglar, mana nechta уже pushti bo'lib shoxlashni boshlagan. Mana bu sortimni ham kesib tashlaganman, taqab, lekin уже tagidan nechta shox beryapti. Mana bu sortim ham Simpraline, mana Simpraline. Yoniga nimalar tiqib qo'yganman? Yugovino любви, mana u nima? Даже sartovoy sansiveralarim ham mana yerga ekib qo'yganman. Mana yana bittasi bor. Mana shunaqa qilib hamma kesgan nimalarimni mana ekib chiqaman. Mana esfir bu. Mana bu hali yonidan tuvagini olmagan. Men chunki adashib ketmaslik uchun qora roza mana. Qora roza mana bu ham sekin mana shox berishni boshlagan. Mana shunaqa qilib bekatda oxirgacha mana ham hali ekmaganlarim qancha mana kesib olganman. Xo'sh, mana ko'rdinglarmi? Уже ancha-muncha shox berishni boshlagan mana. Tiylaridan ham juda ham vijillab shoxlab bergan. Hozir ayni payti mana bu Yusakura sortim ekan. Xo'sh, bu sortim Ta Marcel matchning ko'chatim. Mana qaranglar. Qancha mana teylaridan ham mana berishni boshlagan mana. Shuning uchun hozir qo'rqmasdan bemalol kessanglar boradi. Hozir mana bu ham menimcha Ta Marcel ha mana. O'sha sekin-sekin bargidan ham bemalol ajratishni boshlaysizlar o'sha. Mana bu yerda quruq cho'p qolgan даже. Mana hozir bu sortimizni ko'ramiz, Urugvay. Mana quruq cho'p qolgan. Xo'p, shu cho'plar qanday? Ma'minasi 4 cm, ma'malari 3 cm-dan. Lekin alhamdulillah mana уже qurtilashni boshlagan. Xudo xolisi bular yana mana shuncha shox, mana yangi shox. Bu yana xudo xolisi kuzgacha yerda, hamma balki xudo xolisi nasib bo'lsa yerda gullashini ham ko'rsatarman. Hamma narsa yerda juda ham zo'r gullaydi. Mana to'rfam oldingi Klasmanga ekkanman. Bu yil Klasman topish qiyin bo'lyapti. Klasman yo'q. Klasman mana to'rf verxavoy, perlit и mana qum. Shunday ko'rinib turibdi mana. Shunaqa ko'rinadi. Xudo xolisi buni ham egatda oxirigacha ekib qo'yaman. Mana bu yerda Xalubvi hali ekmadim. Gulimni g'unchasi qurib qolyapti, ochilmay qolyapti va sabab so'raganlar uchun mana qaranglar, menda ham nechta g'uncha qurib qolgan mana. Nimaga? Chunki bu ko'chatga mana bu yerda ham bitta g'uncha bor edi. U ham mana уже yo'q g'uncha. Xo'p, qurigan demak, mana bu yerdan bitta shoxcha oldim, chunki sotmoqchi emasdim. Bitta odam iltimos qildilar. Mana bitta masha g'uncha agarda kattaysa ochiladi. Nega? Sabab chunki mana bu ko'chatni уже boshqa tuvakka olish kerak. 700 grammli bu tuvakni kuchi yetmaydi. Chunki уже allaqachon tuvak to'lib ildiz bilan qoplab bo'lgan. Buni har kuni siz bunga oziqa bersangiz ham, har kuni oziqa berib, har doim oziqali suvda sug'arsangiz ham bu ochila olmaydi. Chunki kuchi yetmaydi ochilishga.
mana bu yerda ildiz miqdori to'lgan. Buni endi albatta katta tuvakka olishimiz kerak. Bemalol hozir buni 2 litrli tuvakka olsak ham bo'ladi. Qancha tuvakni sekin kattalashtirsak, shuncha gulimiz shoxdor va gullashi ko'p va shoxi ko'p va gullash mana bunaqa nuqtasi ko'p bo'ladi. Xuddi internetdagi ko'p bo'lib, chiroyli bo'lib gullaydi. Hozir sizlarga qo'ldan keyin sekin ko'rsataman mana masalan. Chunki hozir ekaman baribir. Mana qaranglar. Ko'rdinglarmi? Уже mana shunday chiqib kelyapti. Mana aytganimdek qoplab mana ildiz to'lib ketgan mana. Bunda уже bunga o'sishga joy va ozuqa yetmaydi, lekin har bittadan keyin sug'organimda ozuqali suv bilan sug'organman. Shunda ham gullashini ko'rishga kuchi yetmadi. Chunki mana o'sha ekayotganda ham mana bir to'la ko'rsatib o'taman. Sekin mana bunday qilib ildizlarini titib mana hech narsa qilmaydi, bemalol uzilib ketsa ham mana sekin shuna qilib olib tashlasanglar ham bo'ladi. Eski ildizlarni mana o'zi ko'rdinglarmi qanaqa grunt? Bunday qilsanglar chochilib ketyapti mana. Chochilib ketyapti. Shunaqa tepasidan ham mana o'sha tepasida ham mana ildiz to'lib ketgan. Hammasi ildiz. Tepasidan ham ozgina olinadi. Sal mana bunaqa qilsanglar mana o'sha mana shunaqani o'ziga qancha grunt chochilib ketyapti. Mana ildizlarni bemalol kesib olib tashab turib, yama kovlab, yamaga shu agarotingizdan kovlaysiz, mana bularni ham olasiz. Bizgina tushiramiz, yana kichikroq qilamiz, chunki yana yengitdan o'sib, yengi qoplaydi. Shuning uchun mana shu ildizlarni bemalol olib tashlasak bo'ladi. Mana shunaqa kichraytirib olamizda. Mana o'zidan tushgan gruntni yamasiga aralashtirib, yer turpog'ini yumshatib, shuni ustiga ekamiz mana. Ko'rdinglar qanaqa chochiluvchan, qanaqa nima. Mana уже hozir nomiga nam. Bemalol mana shu guldan chirinok olsa bo'ladi. Mana shunaqangi holatda bemalol chirinok olsa bo'ladi. Lekin mana bunaqangi holatda olib bo'lmaydi. Mana bu уже xo'l. Bu bilan buni farqi ancha ko'rinib turibdi. Mana bundan уже chirinok olib bo'lmaydi, chunki bu kecha sug'orilgan. Mana bu hali sug'orilmagan va keyin ikkinchi masala, ildizi shunaqa to'lib ketgan tuvaklar juda ham tez chanqab qolaveradi. Juda ham tez chanqaydi. Shuning uchun ham vaqtida katta tuvakka almashtirishimiz kerak va hozir bu uni ayni payti. Mana iloyim video hammalar uchun manfaatli bo'lsin. Bemalol kommentariyada nima savollar bo'lsa so'rab yozaveringlar. Xudo xolisa buni hozir vaqtinchalik yopib qo'yib turaman. Sizlarga ko'rsatish uchun ochdim. Chunki butum opto, hozir ketgandan keyin ekaman. Mana. Эх, любви. Mana bitta hali yana их вдохновение kesganman mana. Qancha nimasi bor. Xo'p, bu adashmasam La Ostra. Mana bu ham endi qurtayapti mana. Ko'rdinglarmi? Xo'p, mana. Mana yonlardan qurtayapti. Mana bitta hali ekmagan qancha sortlarim turibdi. Alianora Aktinskaya. Mana barglarni o'zini qaranglar, qanaqa tomosha qilasizlar. Mana Эх, любви, Звезда Водолея, Alianora Aktinskaya. Bu meni nodir donam. Sim Don Juan. Sim Don Juandan chirinok so'raganlarga amallab chiqazib beraman. Qansirashimga xafa bo'lmang. Masxara qilmaysizlar. Hovliga chiqib ozgina qorin qo'yib yuborganman. Shuning uchun qansiraman. Mana bundan chirinok so'raganlar uchun buni ham albatta yerga ekaman. Qo'ldan kelgancha hozir chirinok olib berishga harakat qilaman va chirinokni ma'qul kelsa kesaman, ma'qul kelmasa shundayligincha albatta yerga ekaman. Mana shu kichkinagina ko'chatim ham уже yarim litrli tuvakda. Bu 700 gramm emas. Mana yoniga qo'yib ko'rsataman sizlarga. Mana farqini ko'ryapsizlar? Mana bu 500 grammli, bu 700 grammli. Mana bu 2 litrli. Ko'rasizlar? Agarda mana shu Эх, любви man kuz mayli ayni qish oylarida men buni o'zi kuzda kesganman. Kuzda 17 oktyabr kuni kesilgan videosi bor YouTube'da.
hammasini dapinka mana kesganman va kesganimdan keyin holati bu. Agarda men shuni fevral oylarida, yanvar oylarida 1,5 litrli tuvakka olganimda bemalol mana bunaqa pishni tsveteniyani gullashni ko'rgan bo'lardim. Bu o'zimning xatoyim, chunki vaqtida men ko'chdim. Hovliga vaqtida vaqt ajrata olmadim. Gullarga qarolmayman. Shuning uchun ham yerga ekib yuborman hammasini. Ham hovlida yerda juda ham zo'r o'sadi gullar. Shuning uchun mana misol, agarda men buni 1,5 litrlik olganimda, mana buni уже allaqachon birga olishim kerak edi. Shuning uchun cherenoklar stakanga keladi. Avvalambor ildiz otgandan keyin, ildizdan stakanga kelgandan keyin 100 grammlikdan stakan полностью to'lgandan keyin 300 grammlik, 400 grammliga, 500 grammliga sirazi, keyin sirazi 1 litr, 1,5 litr ko'chatni o'sish jarayoniga qarab o'zgartiriladi. Bu mana misol uchun juda kichkina ko'chat edi. Men stakandan sirazi 1,5 litrlikka ekkanman. Lekin hozir holatini ko'rsataman. Shuning uchun ham ichida grunt kamroq. Hozir qaranglar. Bu juda qimmatga olganman. Bu eng qimmat olgan sortlarimdan bittasi. Juda ham sekin o'sgani sababli haligacha bozorda buni narxi tushmagan. Ana aytgandek, nimalar aytishgandek, qora bozorda narxi tushmagan hali ham. Mana ko'rdinglarmi? O'sha. Mana qoplab bo'lgan. Mana. Albatta buni o'sha boshqa tuvakka olinishi kerak. Mana. Qoplab to'lgan ildiz o'sha tepaga qarayapti. Mana joy yo'qligidan tepaga ketyapti ildizlar. Mana shunaqa. Shuning uchun o'z vaqtida o'zgartirish kerak. Hammalarga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Geralar haqida nima savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Qo'ldan kelgancha, Alloh qodir qilgancha, agar shu nasib bo'lsa, shu guli ochilsa ko'rsataman. Balki undan keyingi holatlarni ham yerga ekkan geranlarimni hammasini yoz davomida Xudo xolasa ko'rsatib boraman.